Ozoda, Sanjiroda ruhiy kasallar uchun xadamaydi. Kiringlar ham, tomosha qilinglar ham. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu tasvirlar ortidan jamoatchilik orasida katta muhokamalar boshlandi. Gap shundaki, oq rangli Cobalt bir nechta avtomashinalarga shikast yetkazgan. Hodisa tafsilotlari esa tobora e'tibor markaziga chiqib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Kuni kecha tunda sodir etilgan ushbu voqelik yuzasidan muxbirimiz Dovudxon G'ulomjonov mas'ullar bilan bog'landi. Ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt rusumli avtomobil poytaxt ko'chalarida o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib va bir nechta avtomobillarga shikast yetkazib harakatlangani aks etgan video ko'pchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, 1982-yilda tug'ilgan, ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida ro'yxatda turuvchi fuqaro o'zining boshqaruvidagi avtomashinasida Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi bo'ylab yo'l harakati qoidalarini buzgan holda harakatlangan. Ayni paytda biz poytaxtning Yakkasaroy tumanidamiz, Shota Rustaveli ko'chasidamiz. Mana shu yerda Cobalt avtomashina haydovchisi bir necha ichki ishlar xodimlarining qonun talablariga bo'ysunmasdan bir necha transport vositalariga texnik shikast yetkazib, yo'l transport sodir etib voqea joyidan qochmoqchi bo'lgan vaziyatda ichki ishlar tomonidan ko'rilgan chora natijasida shu fuqaro demak aniqlangan. O'zini Cobalt avtomashinasida mashinadan tushmasdan, bo'ysunmasdan ketib qolish holatlari bo'ldi bir necha marotaba. Keyin men navbatchilik qismiga zudlik bilan xabar berib, qo'shimcha kuch chaqirdim. Ko'chalarni ichida aylantirib, shoh ko'chalarga chiqib, xavfli darajada manyovrlar qilib, fuqarolarni hayotiga xavf solib, qarama-qarshi yo'nalishlarga chiqib, qizil chiroqlarga bo'ysunmasdan harakat qilayotganligini ko'rgandik. Boshqa xodimlar bilan hamkorlikda to'xtatishga erishdik va avtomashinadan tushib, xavfsizlantirdik. Fuqaro tan jarohati bo'lgani uchun tez yordam mashinasi keldi. Tez yordam mashinasida xodimlar bilan birgalikda shifoxonaga jo'natdik. Birinchi yordam ko'rsatish uchun. Qo'shib bo'lganiga qaramasdan oldi orqa qilib, siqib qochmoqchi bo'lgan paytda tabiiy qonunlar quyuq asoslarida tepaga qaratib bir marta, undan so'ng undan ham eshitmasdan harakatlangani sababli to'xtatish maqsadida baloniga qarata yana bir marta o'q uzdi. Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi ichki ishlar organlari xodimlariga bo'ysunmasdan harakat qilgandagi, bundan tashqari bu yerda bir necha marta transport vositalariga shikast yetkazganlik holati aniqlanib, bo'ysunmaslik harakatini davom ettirgan. Shundan so'ng ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Hozirda tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bilmayman nima bo'ldi. Islomiy o'qib to'g'risi. Men o'chib qoldim. Bilmayman nima qilgan. Hozirda ushbu shaxs ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga joylashtirilgan. Qonunbuzarning xavfli harakatlari yo'l harakati ishtirokchilari va piyodalarga jiddiy tahdid solayotgan bir vaqtda ichki ishlar xodimlari o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, vaziyatni nazoratga olishdi va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisaning oldi olindi. Ozoda, Sanjiroda sizlar meni ruhiy kasalligimni judayam yaxshi bilib turib, avtoshkolaga o'qitib, prava olib berib, ustimdan kulib o'yin qilganlari uchun shart qo'yaman. Meni sizlarga shartim, sizlar mashina haydanglar. Axir ishlayapsizlar-ku. Men mashina haydamayman.